Ikkinchi savol. Shayton haqida. Assalomu alaykum shayx hazratlari. Qilayotgan xayrli ishlaringizni Alloh taolo barakali va davomli qilsin. Savolimning birinchisi shuki, Qur'onni o'qib bir savol paydo bo'ldi va uning javobi meni o'ylantirib kelmoqda. Balki bu Alloh taoloning hikmati oliysi bilan biz bandalardan yashirilgandir. Balki javobi shu yerning o'zida bordir. Iltimos, shu haqida ma'lumot bersangiz. Shayton alayhilla'na o'z kibri havosi tufayli Allohning g'azabiga uchrab jannatdan quvildi. Odam ato va momo Havvo esa jannatda baxtli hayot kechirishmoqda edi. Ammo ularning aniq dushmanlari bo'lgan shayton unga Allohning la'nati bo'lsin. Ularni Alloh harom qilgan daraxt mevasini tatib ko'rishga undadi va niyatiga erishdi. Hurmatli shayx hazratlari, bu yerda menga tushunarsiz bo'lib turgan joyi jannatdan quvilgan shaytonning jannatdagi Odam alayhissalom va u zotning ayollarini adashtirishi, ya'niki u qanday qilib jannatda paydo bo'lib qoldi? Horut va Morut farishtalarmi yoki shaytonlardanmi? Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Juda qadim davrlardan boshlab o'sha jannat qayerda edi, qanday edi kabi savollar va ularga javoblar g'oyat ko'p bo'lgan. Bunga talay umr, zakovat, vaqt va boshqa imkoniyatlar zoya etilgan. Bugun ham bu masalada yoqa bo'g'ishaman deganlar xohlagancha topiladi. Ammo ular bu ilohiy sirning so'ngiga yeta olmaydilar. Farazan yetsalar ham bundan nima foyda? Agar o'sha jannatning qayerda ekanini, unda shayton alayhilla'na qay holda odam ato bilan momo Havvoga qutqu solganini aynan bilish musulmonlarga manfaatli bo'lganida Alloh taoloning o'zi bundan ogoh etar edi. Yohid izlab topishga amr qilar edi. Alloh taolo bunday qilmadi. Demak, uni topishga urinishning hech qanday hojati yo'q. Shunday bo'lsa ham, o'sha jannat oxiratdagi jannat emas, boshqa bir bog' degan gaplar ham borligini aytib o'tishimiz lozim. Arabchada bog'ni jannat deyiladi. Horut va Morut haqida Qur'oni Karimda shunday marhamat qilinadi. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ va Bobilda Horut va Morut nomli ikki farishtaga tushgan narsaga ergashdilar. Horut va Morut kimligi to'g'risida tafsirchilar turli fikrlarni aytganlar. Lekin bu fikrlarning hammasi ham ishonchli manbaga asoslanmaganligini ulamolarimiz alohida ta'kidlaganlar. Shuning uchun oyatdagi iboralarning tarkibidan bu ikki ism egalari farishta bo'lgan deb aytganlarning fikri quvvatli chiqqan. Alloh taolo insonlarni xohlagan usulda, xohlagan vositalar ila sinab ko'radi. Buning hech ajablanadigan joyi yo'q. Ma'lumki, Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga ham nabiylik, ham podshohlikni bergan edi. Shu bilan birga u kishiga butun hayvonlarning tilini o'rgatib, jinlarni xizmatlarida hozir va nozir qilib qo'ygan edi. Bu ilohiy mo'jizalar u kishining nabiy ekanliklarini tasdiqlash uchun berilgan edi. Mazkur mo'jizalar haqidagi oyatlar va boshqa joylarda kelgan o'rni bilan alohida o'rganiladi. Hozir mavzuga aloqador tomoni shuki, Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga bergan mazkur mo'jizalarni ko'rib, odamlardan ba'zilari iymonga keldi. Iymonlilarning iymonlari mustahkamlandi. Ammo kofirlar, dushmanlar va shaytonlar Sulaymon sehrgar, u o'z sehrining kuchi bilan turli hayvonlar ila munosabatda bo'lmoqda, jinlarni ishlatmoqda degan gaplarni tarqatishdi.
bunday mish-mishni tarqatishda yahudiylar qavmi ayniqsa jonbozlik ko'rsatgan edi. Shunda Alloh taolo nabiylarga bergan mo'jizalar bilan sehrni farqini amaliy suratda ko'rsatish uchun Boburga Horut va Morutni yubordi. Ular xohlaganlarga sehr o'rgatish bilan vazifalangan edilar. Ammo sehr o'rgangani kelganlarga avval وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Biz fitna, sinov uchunmiz, kofir bo'lma demasdan oldin hech kimga o'rgatmas edilar. Ya'ni biz fitna uchun, odamlarni sinash uchun yuborilganmiz. Sehrni o'rgangan kofir bo'ladi. Sen ham uni o'rganib kofir bo'lma degan ma'noda ogohlantirishar edi. Kelgan odam bu gaplardan keyin qaytib ketsa, ketdi. Ketmasa kofir bo'lishini bilib turib ham o'rganaveraman desa, o'rgatishar edi. Mana shuning o'zidan nabiylik mo'jizasi bilan sehr o'rtasidagi eng katta farq namoyon bo'ladi. Nabiylik mo'jizasi ilohiy ne'mat bo'lib, faqat Alloh taolo tomonidan beriladi. Sehr esa o'rgatuvchidan o'rgansa bo'ladigan, yomonlikka ishlatiladigan bir narsadir. Shunday qilib, mo'jiza nima-yu, sehr nima ekani kishilarga amalda ko'rsatilgan ekan. Vallohu a'lam.